Assalomu alaykum hurmatli bizni kuzatuvchilar. Bugun biz elektron viza haqida gaplashib o'tamiz. Elektron viza o'zi qanday viza? U kimlar uchun amal qiladi? Xo'p, hozirgi kunda ko'plab talabalarimiz elektron viza topshirish uchun harakat qilishadi, lekin bu kimlar uchun kerakligini bilishmaydi. Aslida elektron viza bu koreys tili yoki ingliz tilini biladigan, sertifikatga ega bo'lmagan yoki sertifikati bo'lgan taqdirda ham uni muddati o'tgan talabalar uchun Koreya hukumati tomonidan berilgan elektron viza yo'nalishi hisoblanadi. Elektron vizaning qulayliklaridan biri O'zbekiston elchixonasiga hujjat topshirmaysiz va to'g'ridan-to'g'ri Koreyadan siz vizaga ega bo'lasiz. Til sertifikatsiz Koreyaga borishingiz ham mumkin va bunda sizga bir qancha muammolar kelib chiqadi. Birinchisi bu xarajatlaringiz yana ham ko'payadi. Bundan tashqari siz to'g'ridan-to'g'ri magistraturada o'qimaysiz. Ko'pchilik konsaltinglar biz sizni jo'natamiz, magistratura yo'nalishida o'qiysiz, lekin aslida siz u yerga borib til kursida ham tahsil olasiz. Ko'plab universitetlarda talablari shundayki, talaba yoki magistratura yoki bakalavr yo'nalishini tamomlagunga qadar IELTS yoki TOEFL daraja olib berishlari shart. Bu ma'lumotlarni ko'plab konsalting firmalar sizga bermaydi. Natijada siz o'qishni tugata olmaganingizdan keyin qo'shimcha yana muammolar, qiyinchiliklar paydo bo'ladi. Va qo'shimcha qilib aytamanki, Koreyada IELTS ingliz tili bilan borayotgan talabalarga maslahatim koreys tilini eng kamida boshlang'ich darajada yoki agar vaqtingiz bo'lsa 2-3 darajada o'rgangan holda Koreyaga borsangiz ko'plab qiyinchiliklarni yengishda yordam beradi. Chunki Koreyada ingliz tilidan deyarli foydalanishmaydi, faqat siz o'qish jarayonida foydalanasiz. Asosiy til Koreyada baribir koreys tili bo'lgani uchun bu sizga juda katta yordam beradi. Koreyada o'qishga oid qiziqarli ma'lumotlarni o'tkazib yubormaslik uchun sahifamizga obuna bo'lib qo'ying.